fitosanitar laboratoriyasiga kelib, hozir jurnalist blogerlar maxsus press turda qatnashdik va shu narsani bilib oldikki, mana bu narsani albatta jamoatchilikka ham yetkazamiz. Juda ko'p o'simliklar kasallangan paytda aholi hamda o'zimiz ham hatto bilmasdik qayerga murojaat qilishdi. Aynan mana shu laboratoriyada to'liq o'simliklar dunyosi qanaqa kasallangan bo'lsa, shu yerda beminnat, bepul, to'lov qilinmagan holda tashxis qo'yib berishar ekan va shunga ko'ra hatto hududlarga borib o'simliklarni o'rganish ham aynan to'lov asosida qilinmas ekan, bepul qilinar ekan va o'sha o'simliklarning kasalligi aniqlangandan keyin uni davolash yo'lga qo'yilar ekan. Bu narsa juda yaxshi amalga oshirilgan, juda ko'p uskunalarni ko'rdik. O'simlikda maxsus bir tana qismidan, bargidanmi yoki shoxidanmi olib kelib bersalaring, kasalligi aniqlanadi va ularga nisbatan agroteknik ishlov berishlari qanday yo'lga qo'yilishini sizlarga beminnat, bepul tushuntirib berishadi. Tanishib chiqqanimizda bizda mikroskop orqali qanday aniqlanishini o'zimiz ham ishtirok etib ko'rdik va oddiy bargda ko'rinmayotgan parazitlarni mikroskop orqali aniqlashlari hamda bularda rentgen uskunasi bor ekan. Rentgen uskunasida boshoqli donlarmi yoki urug'larda qo'yishar ekan, uni zararlangani, ichida zarar kurandasi borlarini o'sha orqali aniqlanar ekan. Bu ushbu laboratoriya orqali juda jamiyatimizga katta naf kelayotgani ham ko'rinib turibdi. Zarar kurandalarni utilizatsiya qiladigan maxsus asbob uskunalari borligi ham bu juda quvonarli hol va tavsiya qilgan bo'lardim. Juda yaxshi mavzuni ko'tarishgan. Ko'pchilik mana ommaviy axborot vositalarida yoritishni boshlaymiz. Biz fitosanitar laboratoriyamizda o'simliklarga tushadigan kasalliklarda fitopatologiya, zararkunanda entomologiya hamda begona o'tlarda gerbologiya hamda virusli kasallik aniqlaydigan virusologiya yo'nalishlarimiz mavjud. Tuman va shaharlarimizda fitosanitar nazorat davlat inspektorlari mavjud. Ular doimiy hududlarga kirib, aholi xonadoniga, fermer xo'jaliklar, issiqxonalar, bog'dorchilik shug'ullanadigan hududlarga kirib, o'simliklar doimiy nazorat ishlarini amalga oshiradi. U yerga tushadigan kasallik zararkunandalar bo'yicha namunalar olib, fitosanitar laboratoriyasiga olib keladi. Bu yerda bizning mutaxassislarimiz tomonidan tekshirilib, laboratoriya xulosalari beriladi.